Allah'ını bilish. Asonlashtirilgan iymon yurishligi birinchi qism. Ikkinchi nashri. Abduri Muhammad al-Jibali. 5-bab. Allah qayerda? Hamma narsani Allah yaratdi. U barcha mahluqotdan buyukdir. Shu vajidan u öz yaratgan narsalarning ichida bo'lolmaydi. Undaqda Allah qayerda? Biz bu savolga faqat Allohning bizga aytib berganlari orqaliqla javob bera olamiz. Lekin biz oldi bilan bu savolga javob berishimizga yordam qiladigan boshqa muhokimalarni ko'zdan kechiramiz. Allohning eng cho'ng mahluqoti. Allohning bizga bayon qilgan mahluqotlari ichidagi eng cho'ng ikkisi uning arshi bilan kursidir. Kurs. Allah subhanahu wa ta'ala o'zining kursini Qur'onda bir qitim, ya'ni Ayatul Kursida bayon qilgan. Allah subhanahu wa ta'ala bu haqda mundaq deydi. Tercümesi: U Allah'ın kursi osmonlarni va zaminni o'z ichiga oladi. Sura Baqara 255-oyatdan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir sahih hadisda kursini tilga olgan. Abu Dar al-Ghifari radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u bir qitim masjidga kirib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yolg'iz o'tirganligini ko'rgan. Ondan uning yeniga berib: "Ya Rasululloh, nazil qilingan oyatlarning eng yaxshisi qaysi?" deb so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam javoban Ayatul Kursi degan va 7 osmon kursining ichida xuddi cho'l bayovonga tashlangan uzukdek kichikdir. Shundaqla arsh kursga nisbatan ashu cho'l bayovon ashu uzukdan cho'ng bo'lgandek, ya'ni shu darajada cho'ngdir degan. Bu hadisni Ibn Abi Shayba, Hakim va boshqalar to'plagan. Sheyx Albani rahimahulloh as-Sahiha 109-numurda sahih deb baholagan. Bu hadis bizga kursining qanchalik darajada cho'ng ekanligidan xabar berdi. Yer sharining, oyning, quyoshning, boshqa planetlarning, yulduzlarning qanchalik cho'ng ekanligini tasavvur qiling. Osmonlar yuqorqilardan texmi cho'ng. Kurs yuqorqilarning hammasining jug'lanmasidanmi cho'ngdir. Ba'zi olimlar kursni Allah subhanahu wa ta'alaning putini qo'ydigan yeri degan bo'lsa-mu, lekin bu faqat bir zaif hadisga tayangan qarashdir. Shunga biz faqat kursni biz biladigan mahluqotlarning orasidagi ikkinchi cho'ng mahluqdir deyish bilan kifoyalanamiz. Bu Allah yaratgan g'oyat zo'r kursdir. U Allah'ның kattiligi ve kudretini gösterdi. Lekin Allah hergizmi bizning o'rindiqqa muhtoj bo'lganimizdek kursga muhtoj emas. Arsh. Arsh padişahlar, vezir huzuralarni qabul qilganda ustida o'ltiradigan alohida o'rindiq, ya'ni taxtdir. Adette u cho'ng ve alohida bezalgan bo'ladi. Ya'ni arsh yoki taxt odatda kattalikning va hukmronlikning simvoli deb qaraladi. Allah eng haqiqiy va eng qudratli padişahdır. U padişahlarning padişahı, Rablarning Rabbidir. O arshni o'zining ulug'ligi va Rabligining katta namoyandi sifatida yaratgan.
Allah özünün arshini Qur'onda 21 qitim bayon qilgan. Arsh Allah bizga bayon qilib bergan maxluqotning eng kattasidir. Yuqorida tilga ilingan Abu Dar radhiyallohu anhuning hadisida bayon qilganidek, arsh kursdan favqulodda zo'r darajada cho'ngdir. Allah'ın kursga ehtiyoji bo'lmaganidek, arshkimu o'ltirish va shuningga o'xshagan hech qanday ehtiyoji yo'qdir. Allah öz mahluqatlaridan hech biriga muhtoj emasdir. Allah'ın oliyligi. Allah en olidir. Hamma narsaning ustididir. O biz biladigan dunyoning va osmonlarning ustididir. En üstün. Allah bir qator oyatlarda bizga o'zining hammadan ustun ekanligidan xabar bergan. Masalan, u shundoq degan. Tarjimasi: hammadan ustun Rabbingning ismini jami nuqsonlardan pok deb ulug'lag'in. Sura A'la 1-oyat. Osmonlarning ustida Allah subhanahu va taala yana bizga o'zining osmonlarning ustida ekanligidan xabar berib shundoq degan. Tarjimasi: osmondagi zotning yer tavrigan chog'da sizlarni yerga yutqizib etishidan qo'rqmamsizlar? Sura Mulk 16-oyat. Arshning ustida. Yuqorida bayon qilib o'tganimizdek, arsh bütün kainat ve osmonlarning jug'lanmasidanmi cho'ng ve ustundidir. Allah subhanahu va taala Qur'oni Kerimda 7 qitim o'zining arsh ustida o'ziga loyiq ravishda qaror olganligidan xabar bergan. Masalan, Allah subhanahu va taala shundoq deydi. Tarjimasi: Ar-Rahman, merhametlik Allah arsh ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Sura Taha 5-oyat. Allah arshning ustida o'zining kattaligi va ulug'ligiga loyiq ravishda qaror olgan. Bu insonning biror o'rindiq yoki taxt ustida o'ltirishiga o'xshamaydi. Odatdagi podshohlar o'ltirib aram ilish uchun taxtga muhtoj bo'ladi. Halbuki Allah subhanahu va taala hargiz charchab qolmaydi va aram ilishqimu ehtiyoji yo'q. Biz Allah subhanahu va taolani o'ltirdi desak bo'lmaydi. Chunki Allah o'zi haqida bundaq demagan. Allah'ın arshga yoki boshqa har qanday mahluqotiga ehtiyoji yo'q. Halbuki biz Allah'ın bizga bildirganiga, ya'ni uning buyuk arshining ustida o'ziga loyiq ravishda qaror olganligiga iymon etamiz. Bizga nisbatan bu katta qudrat va ulug'liqning namoyandasidir. Allah'ın en üstünde ekanligiga iymon etish. Allah'ın en üstünde ekanligiga iymon etish bizning Allohga bo'lgan haqiqiy iymonimizning intayin muhim bir qismidir. Bu iymonni tuvandagidek tushunishga bo'ladi. Birinchi, Allah barliq mahluqotidan ustundir. Allah hamma narsaning ustida. Allah'ın ustida hech narsa yo'q. O tağlarning, yulduzlarning, osmonlarning va arshning ustididir. Ikkinchi, biz o'zimizga ma'lum bo'lgan narsalar haqida to'xtalganda yuqorilik, ustunlik, egizlikni araliq orqali o'lchaymiz. Masalan, biz avtobus pikapdan egiz, o'g'za yerdan 3 metr egiz
deymiz. Bizga nisbatan yuqorilik o'rin jihatdagi yuqorilikdir. 3. Ba'zida yuqorilik şan şeref ve izzet hürmetten direk berdi. Bu simollik yoki mecazi yuqorilik deyiladi. Şu veciden biz padişah, şahzadeden yoki adetdeki adamdan üstün deymiz. Ba'zilar padişahga oliylari deb xitob qiladi. 4. Allah'ın üstünlüğü o'rin, arılık, o'lcham jihatlardagi üstünlük emas. Chunki o'rinni, arliqni, o'lchamni Allah subhanahu va taala o'zi yaratgan. 5. Allah eng sharafli zotdir. U eng katta ve eng samimiy hurmatga loyiqdir. Dervaqa onun üstünlüğü şan şeref ve izzet hürmet cihetdeki üstünlüktür. Lekin bu onun üstünlüğünün birden bir manisi emas. Yani biz Allah'ın üstünlüğünü simollik yoki mecazi desek bo'lmaydi. 6. Şu veciden şunda xulosalaymiz ki Allah subhanahu ve teala'nın üstünlüğü hakiki ve realdir. Onun üstünlüğü mahlukatının üstünlüğüne okşamaydı. O o'rin yoki arılık jihatdagi üstünlük emas. Biz onun yani Allah subhanahu ve teala'nın üstünlüğünün hakiki mahiyetini öz peti bilenmeyimiz. Çünkü bizning Allah haqqidagi ilmimiz to'limi cheklik. Padichi dedekning voqeasi. Muaviye ibn al-Hakam as-Sulama radıyallahu anhu özünün Müslüman bo'lgan ve ilim öğrenish uchun Rasululloh sallallohu alayhi ve sellemning yeniga kelgan vaqtdagi voqealigini bayon qilib shunday deydi. Muaviye radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin aqsida cemaat namazı o'qigan. Namazda bir kishi tush ko'rganda Muaviye radıyallahu anhu yerhamukallah yani Allah sana rahim qilg'ay degan. Atrofidagilar onun namazda gap qilganligiga hayron bo'lib, uningga qarashga boshlagan. Şunun bilen o, anam meni yo'qitib qo'ysin, nima men qaraversizlar degan. Şunun bilen atrofidagilar uningga askartish berib, o'zlarining yo'tillariga chapaloqlashga boshlagan. Muaviye radıyallahu anhu ularning o'zini jim turishga undayotganligini bilib jim turgan. Namazını o'qib bo'lgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muaviye radıyallahu anhu'ni chaqirgan. Muaviye radıyallahu anhu men uningdan burunmi va uningdan keyinmi uningdan yaxshiroq ta'lim beradigan biror ustozni ko'rib boqmadim. Allah bilan qasamki Rasululloh meni do'shkallamadi, urmadi, tillamadi. Balki ey Muaviye namazda gap qilish to'g'ri bo'lmaydi. Namaz faqat tasbih aytish, takbir aytish va Qur'on o'qishdan iboratdir, dedi deydi. Shuning bilan Muaviye radıyallahu anhu ey Rasululloh men texi yaqingacha jahiliyatda edim. Allah bizga islom dinini ato qildi. İçimizden bazı kişiler g'aybni bilimiz deb da'vo qiladigan kahinlarning yeniga bordi. Ya'ni ulardan g'ayb to'g'riliq so'raydi deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sen ularning yeniga bormag'in degan. Muaviye radıyallahu anhu yani bazı kişiler şumpal aldı. Yani
qushlarga qarab shumliq his qilishidi deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning ko'nglidagi o'y xiyol bo'lib, ularni qilmoqchi bo'lgan ishlaridan to'sib qo'ymaslik kerak degan. Muaviya radhiyallohu anhu Rasululloh alayhissalatu vassalamdan yana ba'zi narsalarni o'rgangan. Ondan u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mening dedikim Uhud teg'ining atrofida qo'y boqatdi. Bir kuni tuyuqsiz bo'ri kelib bir qo'yni elib ketibdi. Menmi inson bo'lg'ach bak qayg'urdim va dedek qizni qattiq urdim degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga intayin xato qilganligini aytgan. Shuning bilan Muaviya radhiyallohu anhu ey Allohning rasuli, undaqda uni ozod qilib o'taymi degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javoban uni mening yonimga elib kel degan. Muaviya radhiyallohu anhu dedekni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga elib kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allah qayerda deb so'ragan. Dedek osmonda deb javob bergan. Ondan Rasululloh alayhisolatu vassalam men kim deganda dedek sizlar Allohning payg'ambari dedi. Shuning bilan Rasululloh alayhisolatu vassalam Muaviya radhiyallohu anhuga uni ozod qilib etgin. Chunki u mu'minadur degan. Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim va boshqalar to'plagan. Bu hadis nurg'un manfaatlik uchurlarni o'z ichiga olgan. Lekin shularning ichidagi bu temaga eng muhim bo'lgani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ikki savol orqali dedekning iymonini sinaganligidir. Birinchi savol Allohga aloqador bo'lib, dedek qiz sog'lom fitrati sabablik Allohning barliq narsalardan yuqorida ekanligini tushungan. Fiili sifatlar. Bir odam yuqoriga qarab harakat qilsa, biz uni yuqoriga chiqdi deymiz. Shuningdek, bir odam tuvenga qarab harakat qilsa, uni tuvenga tushdi deymiz. U oldiga qarab mangsa, uni ilgirlidi deymiz. Allah subhanahu va taala o'zini harakat yoki yutkilishdan derak beradigan ashundaq ba'zi fi'li sifatlar bilan sifatlagan. Ammo biz Allohni harakat qildi demaymiz. Chunki Alloh o'zi to'g'risida bundaq demagan. Yuqoridimi bayon qilganimizdek, Allah subhanahu va taala arsh ustiga o'rlagan, o'ziga loyiq ravishda qaror olgan. Tuvanda biz yana Allah subhanahu va taolaning har kechining oxirgi 3dan birida tuvanki osmonga tushadiganligini, shundaqla qiyomat kuni kishilar orasida hukm chiqarish uchun keladiganligini bayon qilamiz. Biz Allohning bu ishlarni o'zining kattaligi va ulug'ligiga loyiq shaklda majoziy ma'noda emas, haqiqiy ravishda qiladiganligiga, ammo bizning bu ishlarning kayfiyatini bilmaydiganligimizga iymon etamiz. Allohning tushishi. Gerçi Allah subhanahu va taala bütün mahluqotlarning ustida bo'lsa-mu, lekin u har kechida tuvanki osmonga tushadi. Bu tushish Allohning kattaligi va ulug'ligiga loyiq ravishda bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundaq degan. Har kechining oxirgi 3dan birida Rabbimiz tuvanki osmonga tushadi va kim menga duo qiladi, duosini ijobat qilaman. Kim hojatlarini mendan so'raydi, uningga beraman. Kim mendan mag'firat tilaydi, uni mag'firat qilaman deydi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Imom Muslim va boshqalar to'plagan.
Allah'ın kelişi. Allah subhanahu ve teala Kur'an'daki bir qancha ayetlerde özünün kıyamet günü kişiler arasında hüküm çıkarış için keladiganligini aytgan. Mesela Allah subhanahu ve teala şundaq deydi. Tercümesi: Ular faqat Allah'ın kıyamet günü halayiqning arasında hüküm çıkarış için bulut parçaları içinde kelişini, periştilerinin kelişini ve halayiqning arasında hüküm çıkarılıp bir guruh cenneti, bir guruh devzeki bulup ayrılış bilen halayiqning işinin bütüşini kütemdi. Hemme iş Allah'a qaytırılıdı. Sure Bakara 210. ayet. Biz bu ayet tilga ilingan bulutlarning Allah'ın üstüde bulmaydiganligini hem onu qo'rishiy olmaydiganligini bilishimiz kerak. Allah subhanahu ve teala yaratgan hiçbir narsa onun üstüde bulanmaydı. Şundaqla hiçbir narsa Allah'ni öz ichiga alolmaydi. Biz bu ishning, ya'ni yuqoridagi oyatda tilga ilingan bulut parçaları içinde kelishning Allah'ın kattaligi ve ulug'ligiga layık şekilde yüz berdiganligiga iman etishimiz gerek. Allah'ın kelishini tushunish. Biz yuqorida Allah subhanahu ve teala hiçbir narsaning ichida bo'lmaydi yoki hiçbir narsa Allah'ni o'z ichiga ololmaydi dedik. Undaqda u qandoq tushidi ve qandoq keladi? U ikkinchi osmon bilan tuvanki osmonning orasiga tushamdi. Shundaqla bu shu vaqtda Allah'ın arshining ustida bo'lmaydiganligidan derak beradi. Bu savollarga javob berish uchun tuvandagi muhim qoidalarni esimizda tutib olishimiz lozim. Birinchi, biz ya'ni maxluqotlar egiz bir joydan tuvanga tushganda o'xshash vaqtda yuqorida bo'lolmaymiz. Ya'ni yuqoridan tushgan ekanmiz, shu vaqtning o'zida yuqorida bo'lolmaymiz. Ammo Allah subhanahu ve teala o'zining maxluqotlariga o'xshamaydi. U har vaqt, hatto tuvanki osmonga tushgandimi arshining ustidadir. Ikkinchi, biz birer yerga chiqishda yoki birer yerdan tushishda harakat qilishga, midirlashga muhtoj. Lekin biz Allohga qarta bundaq desak, ya'ni Allah harakat qilg'inicha keldi desak bo'lmaydi. Shuningdek biz Allah harakat qilmayli keldi desakmi bo'lmaydi. Chunki Allah o'zi haqida bu ikkilisini demagan. Shunga bizmi Allah haqida bundaq iboralarni qo'llanmasligimiz kerak. Uchinchi, biz Allah'ның her kechida tuvanki osmonga tushishini bizga texmi yaqin bo'lganligi va duoyimizni texmi bak qabul qilganligi deb tushunamiz. Shuningdek, uning qiyomat kunidagi kelishimi bandalar orasida hukm chiqarishga aloqadordir. Yuqoridagi bu tushunchalar majozidir. Ammo biz Allah'ın mecazi emas, haqiqiy ravishda tuvanki osmonga tushadiganligiga, shundaqla qiyomat kuni haqiqiy ravishda keladiganligiga iymon etishimiz kerak. Shu sababdan biz Allah'ın haqiqiy ravishda tuvanki osmonga tushadiganligiga va qiyomatda bandalar orasida hukm chiqarish uchun keladiganligiga, shundaqla bu tushish ve kelishning onun kattaligi ve ulug'ligiga loyiq ravishda bo'ladiganligiga, uning har vaqt arsh ustida ekanligiga iymon etamiz. Allah biz bilan birga. Allah bizga qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar o'zining biz bilan birga ekanligidan xabar berib shundaq deydi. Tarjimasi: Sizlar qayerda bo'lsanglar, Allah sizlar bilan birga.
Allah qılıvatqan işinlarni ko'rib turg'uchidir. Sura Hadid 4-oyat. Shundaqla Allah subhanahu va taala yana o'zining bizga jon tomirimizdanmi yaqin ekanligini bayon qilib shundaq deydi. Tarjimasi: biz haqiqatan insonni yaratdik. Biz uning ko'ngliga kelganini bilamiz. Biz uning jon tomiridanmi yaqinmiz. Sura Qaf 16-oyat. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u va boshqa sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga safar qilgan. Safar jarayonida sahobalar igizlikka chiqqanda yuqori ovozda Allohu akbar, ya'ni Alloh eng buyukdir deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: ey insonlar, o'zinglarga jafo solmanglar. Chunki sizlar gaz yoki g'aybga nido qilmayapsizlar. Darvaqa sizlar har doim anglab ko'rib turadigan zot Allohga nido qilyapsizlar. Sizlar nido qilayotgan zot har biringlarga o'zinglar mingan uloqning bo'ynidanmi yaqindir degan. Imom Buxoriy va boshqalar to'plagan. Allah subhanahu va taolaning har vaqt biz bilan birga ekanligi tilga ilingan nurg'un oyat va hadislar bor. Biz bu oyat hadislarni astoydil o'qigan vaqtimizda Allohning o'zining ilmi, ko'rishi va anglashi orqali biz bilan birga ekanligini tushuna olamiz. U bizni to'liq ko'rib turdi. Qilgan barliq ishlarimizni biladi. Shundaqla u bizni va boshqa jami maxluqotni tamoman kontrol qilib turdi. Mu'minlar uchun Allah yani o'zining yordami va qo'g'dishi orqali har vaqt ular bilan birgadir. Shu vajidan Allah biz bilan birga deganlik Allah zoti orqali biz bilan birga deganlik emas. Allah cahil, nadan kişilerinin aytqanidek her yerde emas. Biz yuqorida Allah subhanahu va taolaning maxluqotlarning ichida bo'lishi mumkin emasligini o'rganganligimiz uchun buning, ya'ni Allohning her yerde bo'lishining mumkin bo'lmaydiganligini bilamiz. Allah bütün maxluqotning ustididir.